Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarchi o'z kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videolarimizni oxirigacha tomosha qiling. Albatta, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmachalarini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. O'zbekistonda Umra xizmatlarini litsenziyasiz reklama qilgan 7 ta tur operator jarimaga tortildi. Batafsil videoda. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Umra xizmatlarini litsenziyasiz reklama qilgan 7 ta tur operator jarimaga tortilganligini ma'lum qildi. Tur operatorlari tomonidan Umra tadbirini tashkil etish va o'tkazishga oid reklamalarning qonuniyligini o'rganilgan. Uning natijasiga ko'ra Namangan, Navoiy, Farg'ona, Xorazm, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahar hududiy boshqarmalari tomonidan litsenziya hujjatlari mavjud bo'lmagan holda reklamalar joylashtirgan jami 7 ta tur operatorga nisbatan reklama to'g'risidagi qonun talablari buzilishi alomatlari bilan ish qo'zg'atilib, ishni ko'rib chiqish yakunlari yuzasidan moliyaviy jarimalar qo'llanilgan. Ular Emir Voyagi, Makka United Travel Group, Ezos Spice, Murabbiy Travel, Zaytun Tourism, Smart System Company, Nazar Travel mas'uliyati cheklangan jamiyatlar, shuningdek qo'mitaning Namangan va Farg'ona viloyatlari hududiy boshqarmalari tomonidan jami 5 ta tur operator mansabdor shaxslari hamda Telegram kanal adminlari yuqoridagi kabi qonunchiliklar talablari buzilishi yuzasidan ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Litsenziyaga ega bo'lmasdan reklama materiallari tarqatayotgan 12 dan ortiq axborot resursi yurituvchisi shaxslarga aniqlik kiritish maqsadida Kiber xavfsizlik markaziga murojaat qilgan. Hurmatli fuqarolar, Umra tadbirlarini amalga oshirishda firibgarlarga aldanib qolishdan ogoh bo'ling va keyinchalik turli ko'ngilsiz holatlarga tushib qolmaslik maqsadida xavfsiz, ishonchli va kafolatlangan xizmatlardan hamda tegishli litsenziyaga ega bo'lgan tur operatorlar xizmatidan foydalanishni tavsiya etamiz, deyiladi qo'mita xabarida. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi noto'g'ri, ishonchsiz va shubhali reklama axborotlarida berilgan holatlar kuzatilsa yoki bunday axborot tufayli zarar ko'rgan fuqarolarni yagona ishonch telefon raqamiga 1159 raqamiga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. Din ishlari bo'yicha qo'mitasi O'zbekistonda so'nggi 2 oyda o'tkazilgan tekshiruvlarga ko'ra Umra litsenziyaga ega bo'lmasdan ushbu xizmatni ko'rsatayotgan 31 ta sayyohlik firmasi mas'ullariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganligi ma'lum qilingandi. Ushbu qo'mita ham noqonuniy tur firma yoki tur agentlardan ogoh bo'lishga chaqirilgandi. O'zbekistonda Umra tadbirlarini tashkil etish 2024-yil iyulida O'zbekistonda Umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish litsenziyalanadigan faoliyatning alohida turi sifatida belgilandi. Hukumat qarori bilan quyidagi litsenziya talab va shartlari joriy etilgan. Litsenziyaga ega bo'lmagan tadbirkor subyektlari tomonidan Umra xizmatlarini ko'rsatganligi uchun yuridik shaxslarga solinadigan jarimalar miqdorlari eng kam ish haqining 200 barobari 75 million so'm etib belgilangan. Xabarchi o'z kanali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.